Azembay klientlerin en köp beradon savalma o. Gittik esa pazara baramızda her maşını dinlediğiniz yapacaksa bakasını video atıp işleyimiz. Hem yapacağız bir video atıp işleyimiz. Videonu da kansa göreyim ben. Kancalar deninde nekselerini Hadoy'da en köp gitedi rezinkelerine, bakalarına ait. Hem meslek en köp gitedi rezinken bundan başka yine köp nesebe var zaten başka hesabı var. Şimdi şuranın bakasına ait öt. Saplap paramızı senin. Stabilizatör çöpleri. Koşup paramızı. Orijinal sarıqlı karesiyle 20 ming so'mdan 40 ming so'm. Musht rezinkalari chashkan arkasında duradi onu. 30 ming so'mdan 60 ming so'm. Karesiyle var orijinal Xitoy emas. Keyin chashkani salim bloki. O'rtasida karesiyle 25 ming so'mdan 50 ming so'm. Keyin stabilizatorning rezinkasi va oldingi kuzovda turadi onu. İkisi 30 ming so'm. 15 ming so'm. Nakonechniki. Nakonechniki 85 ming so'mdan 170 ming so'm. Çizgi orijinal narsalar. Orijinali Xitoy emas. Orijinal naktimiz bu aşağı. Lekin Xitoylar ham bor alamız desangizlar. Yarım bahası yarım bahası bo'ladi. Tak, sharovoyi. Sharovoyi ham shu baho 85 ming so'mdan 170 ming so'm bo'ladi. Bundan keyin orqasiniki ikki dona o'zi chelok tulka bo'ladi. Mana shu orijinali 40 ming so'mdan donasi 80 ming so'm. Prujin rezinkasi. Buni har xilisi bor, balanti, pasti, o'rtachasi. Qalag'anizdan olaverasiz. 35 ming so'mdan bahasi. Zakaz etsangizlar shuna qarab beraveramiz. Zakazga qarab berilaveradi. O'shina shu eng ko'p ketadigan zapchaslari hamma o'zini hisoblasak, yana pul qo'shiladi ustiga. Ular 635 ming so'm pul oldi. Ozgina kelishib qaytib berasiz. Kelsangizlar, kelishtirib arzon beramiz. Iloji boricha Ruslan Adirdan kelsangizlar. Dostavkamiz ham bor shaharning ichida. Bir qora kraskani qo'shib berasan, chulokini bo'yamoqqa. Keyin endi qolgan mashinalarnikidan aytib boshlaymiz.